Oldu bizni g'ijimlab qo'ydik. Bo'ldi. Qamaldi u. Mana shu duxovniy sferamizni, ruhiy tamoyillarimizni ishlatmay qo'ydik. Keyin nima bo'lyapti? Jahlimiz chiqyapti, ko'p yolg'on gapiryapmiz. Rahm shafqat degan narsa yo'q, faqat o'zimizni o'ylayapmiz. Mana bu qog'oz ishlamayapti chunki aka. Buni g'ijimladik. Mana shuni g'ijimlab qo'ydik. Mana shu aka tushunib bo'lgan gaplarimga bu degani duxovniy sferangiz yo'qoldi degan. Nimani oqibatida bo'lyapti aka? Iste'mol oqibatida bo'lyapti. Tezlikning oqibatida bo'lyapti. Birinchi bo'lib tezligingiz, ya'ni skorost. Alfa P zarbani birinchi ma'noga beryapti, aka. Bu уже bloklangandan keyin yo'l qo'ymayapti. Siz yaxshi inson bo'lishingizga, mehr ko'rsatishingizga. Endi holatingiz qanaqa? Desam, aytasiz-ki, sog'ayapman uydilarimni, endi qadrga yetyapman uydilarimni, yig'layapsiz, ichingizdan achinyapsiz, siqilyapsiz. Bu degan aka bilasizmi nima? Duxovniy sfera tiklanyapti degan.